Nagoya shahrida yashayman, Yaponiyada yashayman. Nimaga Uniqlo kompaniyasiga ishga joylashganman. O'zimni firmamni ochganman. Biznes bilan shug'ullanamiz. Legal and compliance degan, ya'ni konsultatsiya beramiz. Temir yo'llar kompaniyasida ishim yuridik masalalar, qonunga rioya qilish, madaniyatini shakllantirish va u bir kishi sifatida men bu faoliyatlarni juda borib o'rganish, yaponlarning o'zlari uchun ham qiyin hisoblanadi. Mana kompaniyaning ichida har kuni 8 soat o'sha mashinasini orqasida nima turibdi? O'sha uni og'irib kelgan sistemani yaratishga harakat qilishadi. Yuk tushadigan taraflari bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Mening ismim Zakirov Sherzod. Hozir Nagoya shahrida yashayman. Men o'zi 1987-yilda tug'ilganman. Hozir yoshim 38 da. O'zbekistonda o'qishimni birinchi yuridik universitetdan boshlaganman. Undan keyin o'sha Nagoya universitetini O'zbekistonda o'sha yuridik universitet ichida ochilgan markazida yapon tilini o'rganganman. 4 yil o'qib, 2008-yildan Nagoya universitetiga o'qishga kelganman Yaponiyaga. O'shandan beri Yaponiyada yashayman. 2016-yilda Nagoya universitetini bitirib, undan keyin Uniqlo kompaniyasiga ishga joylashganman. Undan keyin o'sha Uniqloning ona yuqoridagi kompaniyasi Fast Retailingda GU Uniqlo boshqalarning ustidan o'sha yuridik ishlari bo'yicha faoliyat yuritib, 2023-yilda Uniqlodan chiqib o'zimni firmamni ochganman va hozirgi kunda o'sha o'zbek oziq-ovqatlarini ishlab chiqarish va sotish biznesi bilan shug'ullanamiz. Va buni biznesni hozir ukamga topshirgan holda o'zim Nagoya temir yo'llari kompaniyasiga ishga joylashib, hozirgi kunda o'sha Meititsuda yurist bo'lib ishlayapman. Bizni bo'limda o'sha legal and compliance degan, ya'ni yuridik masalalar, shartnomalar va o'sha qonunga amal qilish masalalari bo'yicha konsultatsiya beramiz. Xo'sh, hozirgi kunda men Meititsu kompaniyasida, Nagoya temir yo'llari kompaniyasida faoliyat olib boraman. Bu yerda mening asosiy ishim yuridik masalalar, qonunga rioya qilish va o'sha boshqa kompaniyalar bilan tuziladigan shartnomalarni o'rganib chiqish, u yerdagi risklarni analiz qilish va ishchilarimizni qonunga amal qilish madaniyatini shakllantirish va ularga har xil treninglar o'tish. Bundan tashqari o'sha kompaniyani faoliyatini qonuniyligini ta'minlash kabi masalalarni hozir men o'z zimmamga olganman. Ya'ni bizni komandada 7 kishi bo'lsak, o'shalardan bir kishi sifatida men bu faoliyatlarni kuzatib boraman. Xo'sh, ishimizdagi hozir qiyinchiliklarni haqida to'xtaladigan bo'lsak, asosiy qiyinchiliklardan bittasi bu albatta til masalasi. Ya'ni men til darajam M1 darajasida bo'lsa ham, bu yerda 20 yilga yaqin yashab, universitetda yapon tilida o'qib o'rgangan bo'lsam ham, baribir qonunchilikni yapon tilida o'qib o'rganish yaponlarning o'zlari uchun ham qiyin hisoblanadi. O'shaning uchun til masalasida baribir ming zo'r tilni bilganingiz bilan ham baribir ozroq baryera bo'ladi. Xo'sh, bu bo'yicha bir ozroq qiyinchilik bor. Undan keyin yapon madaniyati boshqalar bo'yicha ozroq muammolar, qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, lekin endi bu yerda uzoq vaqt yashab o'rganganimizga bu bo'yicha juda ham qiyinchilikka duch kelmaymiz. Va asosiy masala shu, kompaniyaning ichida har kuni 8 soat o'sha ishlab, kompaniyaga o'sha ma'lum bir narsalarni ko'rsatish degan mas'uliyat yuklanadi. Mana shu narsalar bo'yicha ozroq ter to'kish kerak bo'ladi. Qiyinchiliklarni yengishda birinchi navbatda o'zbekcha fikrlashni o'sha u yoqda tatbiq qilishga harakat qilmaslik kerak deb hisoblayman. Ya'ni men o'zimni eng minimal darajadagi qadriyatlarimni ular hurmat qilishini saqlab qolgan holda, ularni ham qadriyatlariga nisbatan hurmat ko'rsatish zarur deb o'ylayman. Ya'ni qiyinchiliklarning asosiy narsa o'sha madaniyatdagi farqliliklar, dunyoqarashdagi farqliliklardan kelib chiqadi. Bir-birimizni farqliliklarimizni tushungan holda va uni hurmat qilgan holda yashanadigan bo'lsa, menimcha bu qiyinchiliklarni yengib o'tish oson bo'lsa kerak. Asosiy muammo shu, yaponlar perfeksionist, ya'ni ular o'sha hamma narsani juda mukammal bo'lishini xohlashadi. Bu yerda hamma narsani mukammal qilish ancha qiyinchiliklarni o'ziga keltiradi. Ya'ni o'ziga yarasha stressi bor, o'ziga yarasha buni mas'uliyati bo'ladi. Ya'ni bu narsalarni ularga ham o'sha xohlayotgan narsasini anglagan holda va o'zimni ham o'sha dunyoqarashimni ularga ma'lum darajada yetkazgan holda, bir-birimizga hurmat saqlagan holda faoliyat yuritish menimcha eng katta yechimi bo'lsa kerak. Xo'sh, Yaponiyada ishlashning yaxshi tomonlaridan eng katta tomonlaridan bittasi bu stabillik. Bu yerda har doim
hayotingiz o'sha bir xil izga tushgan bo'ladi. Ya'ni bir kun unaqa, bir kun bunaqa degan bir hayot bo'lmaydi. Ya'ni buni ham o'ziga yarasha yaxshi yomon taraflari bor, lekin o'sha har kuni o'zingiz kutgan natijaga erishgan holda har kuni hayotingiz bir xil maromda ketadi. Ya'ni bugun bir qor yog'ib qolib, ertaga yomg'ir yog'ib qolib, nima qiyosdan aytyapman. Ya'ni shunga o'xshagan yoki bir kun quyosh charaqlab chiqib ketadigan degan o'zgarishlar uncha bo'lmaganligi hisobiga bir kunlaringizni rejalashtirib, o'sha ma'lum bir kelajakdagi faoliyatlaringizni ma'lum bir sxemaga qo'ya olasiz. Xo'sh, undan keyin infrastruktura rivojlanganligi, hamma joyda servis sohasi juda ham yaxshi yo'lga qo'yilganligi uchun eng arzon va oddiy xalq uchun qo'yilgan servislar ham, masalan, oshxona bo'ladimi yoki boshqa hotel, boshqa joylarda, o'sha dam olish joylaridagi eng xalqchil arzon joylarda ham boshqa davlatlardagi lyuks servisni siz bu yerda olishingiz mumkin. Va yana bitta ustun taraflaridan bittasi bu meditsina, tibbiyot rivojlanganligi, ya'ni farzandlaringizda bo'ladimi yoki o'zingizning sog'ligingizda birinchi navbatda bir muammo uncha-muncha kelib chiqmaydi. Ya'ni atrof muhit toza, ob-havo yaxshi bo'lganligi uchun uncha-muncha kasal bo'lmaydi. Agar kasal bo'lgan taqdiringizda ham borib farzandlaringizni tekinga davolatishingiz mumkin. Tishini davolatish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, 100% tekin bu yerda tibbiyot servislaridan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Shu taraflari menimcha eng yaxshi taraflari bo'lsa kerak. Xo'sh, Yaponiyada bundan keyin kelib ishlamoqchi bo'lganlar yoki hozir kunda o'qib yapon kompaniyalarida ishlamoqchi bo'lganlarga meni tavsiyalarim shulardan iboratki, birinchi navbatda albatta tilni mukammal o'rganish kerak. Ya'ni N1 darajasida tilingiz o'rgangan bo'lishingiz kerak. Kamida N2 darajasi bo'lishi kerak, lekin N2 ham unchalik yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishlaydigan joyingizga qarab, agar siz kompaniyaning ofisida ishlaydigan bo'lsangiz, dokumentatsiyalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, albatta tilingiz mukammal bo'lishi kerak. Birinchisi, ikkinchisi boya ham aytib o'tdim, o'sha yapon madaniyatini, yaponlarning dunyoqarashini tushunishga harakat qilish kerak. Ya'ni to'g'ri bizni dunyoqarashimizga to'g'ri kelmaydigan joylari bor. Sal qo'pol qilib aytganda mijg'ovlik qiladigan, boyagi ezmalik qiladigan joylari bo'lishi mumkin. Lekin mana shu narsaning orqasida nima turibdi? Ya'ni ular o'sha boya aytdim, servis yaxshi yo'lga qo'yilgan, ya'ni o'sha bitta nimaga, mijozga salgina bo'lsa ham bir zarar yetmaydigan yoki salgina bo'lsa ham uni ko'nglini og'ritmaydigan servisni yo'lga qo'yish uchun bular orqa tarafda o'sha mukammal sistemani yaratishga harakat qilishadi. O'sha Toyota'ning Kaizen, ya'ni har kuni o'sha mukammal darajada vaqtdan foydalanish deganga o'xshagan narsalar, konsepsiyalari bu insonga og'ir yuk tushadigan taraflari bo'lishi mumkin. Mana shu joylarida sal sabr qilish kerak bo'ladi va o'sha yaponlar bilan bir xilda harakat qilib, ularni o'sha dunyoqarashini tushungan holda o'zini dunyoqarashini ularga o'tkazishga harakat qilmasdan, qaytanga o'zini o'sha qadriyatlarini ularga yetkazgan holda, meni qadriyatlarim chegarasi mana shu yergacha. Lekin ish madaniyati bo'yicha o'sha sizlar bilan hamkorlik qilishga harakat qilaman degan narsani messej ularga yetkaziladigan bo'lsa, menimcha bu narsa ancha foyda bersa kerak. Hozirgi kunda yoshlarni ishdan 1 yil o'tmasdan yapon kompaniyalarini yamiri qilib, ya'ni ishdan bo'shab ketish holatlari ko'p kuzatilyapti. Ya'ni buning asosiy sababi o'sha bir sabr qilib o'sha joyda ozroq o'zini ko'rsatish degan narsaga intilish kamroq. Ya'ni sabr qilib o'sha joyda ozroq 3-4 yil harakat qiladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ladimi, dunyoni xohlagan joyiga borib, o'sha disiplinani shakllantirgan holda juda ham yaxshi natijalarga erishish mumkin deb o'ylayman. Ya'ni bu yerda o'sha narsa bir yangi ishga joylashgan payti kelajakdagi o'zini bir shaxs sifatida, kadr sifatida yetkazish uchun bir tarbiyaviy bosqich deb qabul qilinadigan bo'lsa, menimcha 3 yil, 5 yil o'sha qiyinchilik qaytanga u odamning kelajagida o'zini mukammal kadr sifatida, inson sifatida yetishishiga xizmat qilsa kerak deb o'ylayman.